Ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga bizda yana ish bor. Bu safar 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'ladi, ham erkaklar, ham ayollar. Eng muhimi va eng sizlarga keraklisi oyligi har hafta rashyot qilsin deganman. Mana endi sizlar uchun har hafta rashyot qiladi. Ish Moskvaning o'zida, metro Izmailskaya va metro Pervomayskayada. Kimga mana shu hududga yaqin bo'ladigan bo'lsa, Moskva patent bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar chiqadi, hoziroq aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Demak, bu ish nima ish, qayerda, qanaqa условиялар bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ramiz. Demak, biz bugungi ma'lumotni boshladik. Hamyonlarimiz diqqatiga, kimga 3 oy bazada turadigan registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ishonchli va 3 oy bazada turadigan 100% kafolatli Avaz akamizni men sizlarga tavsiya etaman. Turda dogovor kerakmi, уведомление xizmatlari kerakmi, nima xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, iltimos biz aytgan, biz tavsiya qilgan insonlarga murojaat qilsangiz, hech qachon aldanib qolmaysiz. Avvalambor assalomu alaykum. Xudo musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Mana bugun yana Moskvaning o'zidan zaryadkalar chiqdi. Ya'ni Moskvada metro Izmailskaya, metro Pervomayskayada hozirgi kunda 20 ta odam kerak, srochni, ham erkaklar, ham ayollar. Ish vakansiyalarimiz eng muhimi birinchi 5 kunligimiz bez объем, ya'ni kuniga 3300 smenasi yoziladi. Ana undan keyin 6-kundan keyin esa объемga o'tiladi. Ya'ni объем smenasiga o'sha minimum 660 ta pik urish kerak, ya'ni tovar yig'iladi. Xo'p, bu yerda bitta pikimiz 5 rubldan hisoblanadi. 6-kundan siz объемga o'tasiz. Minimum 660 ta qilsangiz, o'shanda 3300 chiqadi. Endi 660 tadan kuniga 2000 tagacha urish mumkin. Bu albatta odamning o'zini tezligiga bog'liq. Albatta tezlik bilan ishlaysiz, tovar yig'iladi, перекресток skaladi. Xo'p, bu yerda faqat kompletdoshlarga kerakmi deydiganligi yo'q. Bu yerda nafaqat kompletdoshlar, balki грузчик vakansiyalarimiz bor. 18 dan 50 yoshgacha грузчикlar ham kerak, erkaklar. Moskva dokument обязательно bo'lishi kerak. Bez dokument olinmaydi. O'zbekistondan telefon qilib o'tirmanglar. Tojikiston, Qirg'izistondan telefon qilib, bularni ham vaqtini, o'zingizlarni ham vaqtinglarni olmanglar. Chunki bu ish Moskvada yurgan, Moskva patent qo'lida bo'lgan, rus tilidan xabari bor insonlar uchun. O'shaning uchun kimga Moskvadan har hafta rashyot qiladigan ish kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar turibdi. Bemalol hozirda aloqaga chiqib, o'zingizlarning joylarini zaynat qilib qo'yishingiz mumkin. Erkaklar 18 dan 50 yoshgacha грузчик vakansiyasiga, kompletdoshlik, ya'ni сборщик, tovar yig'ish vakansiyasiga esa 18 dan 45 yoshgacha ham erkaklar, ham ayollar olinadi. Shunga kimga ish kerak bo'lsa, albatta shu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Albatta musofirda ish qidirib yurgan juda ko'p insonlar mana shu videolarimiz orqali ishga bo'lsa ajab emas. Demak, kimga ma'lumot to'liq yetkazilmagan bo'lsa, kimga ma'lumot kam bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar albatta qoldiraman. Shu nomerlarga telefon qilib, o'zingizlarga kerakli to'liq ma'lumotlarni olib, adres, lokatsiyani olib, bugun o'zida borib joylashishingiz mumkin. Maha aytgancha, kimga yana qayerdan qanday ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirsanglar, biz sizlarga o'sha ishlarni tezroq imkoni boricha topishga harakat qilamiz. Albatta har bitta kommentariy uchun biz javob yozib qoldiramiz. Eng ko'p mana shu videoda like ko'p olgan kommentariy albatta ajoyib sovg'amiz bor. Shuning uchun maksimal darajada kommentariyni ajoyiblab yozinglar. Mendan, aynan Zuhriddindan zo'r sovg'ani albatta kutib qolinglar. Demak, kommentariyada hamma o'zining fikrini yozib qoldirsin. Albatta, eng birinchi o'rinda kimga qanaqa ish kerakligi haqida yozib qoldirsanglar, juda ham biz xursand bo'lardik. Demak, mana shu kayfiyatda sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi efirlarni o'tkazib bormaslik uchun Rossiya territoriyasida eng birinchi ishlar aynan sizga borish uchun Zuhriddin Musofir kanaliga obuna bo'lib, albatta kuzatib borasizlar degan umiddaman. Demak, hammaga xayrli kech, o'zinglarni musofirda ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz granitsiyaga borib kelyapmiz. Mana borib kelyapmiz. Qanday borib kelyapsizlar? Zo'r. Voditel zo'r. Hammasi Yaxshi. borib kelyapmiz, hammasi joyida. Mana hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, hamma o'zbek, tojik, qirg'iz akalarimiz granitsaga biz orqali chiqib kelishyapti. Kimga ishonchli mana shunday komfort mashinalarda granitsa xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu endi Ro'ziboy akamizga bemalol ekrandagi nomerlarga Zuhriddin Musofir kanalidan desanglar, albatta sizlarga skidka bilan inshaalloh komfort mashinalarda olib borib kelishadi. Eng muhimi tanlov.